Qayta moliyalashtirish stavkasi deyishganda ko'pchilik o'ziga hech qanday aloqani sezmaydi. Aslida esa qayta moliyalashtirish stavkasi har birimizning moliyaviy hayotimizga katta ta'sir ko'rsatadi. Qanday qilib ekanligini hozir tushuntirib beraman. O'zbekiston Respublikasida Markaziy bank bor. Markaziy bank faqat yuridik shaxslar bilan va tijorat banklari bilan ishlaydi. Undan tashqari esa Markaziy bank pulni ham o'zi bostirib chiqaradi. Va tijorat banklariga mana shu pul kerak bo'lib qolsa, ular Markaziy bankdan kredit olishadi. Keyin esa tijorat banklari mana shu pulni bizga, jismoniy shaxslarga kredit sifatida yoki depozitdan foyda sifatida tarqatishadi. Masalan, tijorat banki Markaziy bankdan kreditni 10% ga olgan bo'lsa, u jismoniy shaxslarga ana shu kreditni 15% dan tarqatishi mumkin. Shunday qilib, tijorat banki o'z xizmatlari uchun foyda ko'rgan bo'ladi va undan tashqari esa mijozlar kreditdan kelgan pulga ega bo'ladi. Endi mana shu tijorat banki Markaziy bankdan olgan kreditining foizi esa qayta moliyalashtirish stavkasi deyiladi. O'zi iqtisodiyotda inflyatsiya va devalvatsiya degan narsalar mavjud. Ular bozordagi narxlarning oshishini bildiradi yoki masalan milliy valyutaning qadrsizlanishini bildiradi. Ular ro'y berishining sababidan biri davlatning ichidagi aylanayotgan pul massasi ko'payib ketgani bo'lishi mumkin. Shuni eslab qoling. Agar davlatning ichida milliy valyutaning massasi ko'payib ketgan bo'lsa, bozordagi narxlar oshishi mumkin. Mana shu holatning oldini olish uchun Markaziy bank tijorat banklariga berayotgan kreditlarning foizini oshiradi. Kredit foizini oshirdimi, demak tijorat banklari ham jismoniy shaxslarga berayotgan kreditlarning foizini oshirgani to'g'ri keladi. Endi kreditlar foizi oshgani uchun jismoniy shaxslar va yuridik shaxslar kamroq kreditni olishadi va shu deb davlatning ichidagi aylanayotgan pul massasi kamayadi. Xullas, xulosa shuki, qayta moliyalashtirish stavkasi biz olayotgan kreditlar foiziga ta'sir qilishi mumkin va undan tashqari bozordagi narxlarga, ya'ni inflyatsiyaga. Keyingi safar esa mana shu kreditlar o'zi nega kerakligi haqida gaplashamiz. Ko'rish uchun keyingi videoga o'ting.